Podpisatsiya qilganlarga 100 dollar beramizmi? Обязательно. Qilmaganlargachi? 1 dollar. Bo'lmasa ketdik. Suis Buxoroga obuna bo'lganmiz. Yo'q lekin aka. Instagramim yo'q dalil qilganman. Podpisatsiya qilganlarga 100 dollardan beryapmiz. Agar podpisim bo'lsa 100 dollar yutib olardingiz. Podpisatsiya qilmaganlarga 1 dollardan beramiz. Rahmat. Suis Buxoroni bilasizmi? Nima bilaman? Podpisatsiya qilganmiz. Yo'q lekin. Agar podpisim bo'lganingizda 100 dollar olardingiz. Instagram bormi? Mana shu birinchisi. Podpisatsiya qilib qo'ying. Bizda hech kimni xafa qilish yo'q. Biza unaqa hakim pul emas biza. Endi hakim aka. Suis Buxorodan mashina olish nasib qilsin. Instagram bormi? Bu. Suis Buxoroni bilasizmi? Ha, bu. Podpisatsiya qilganmiz. Ha. Bitta ko'rsang, Buxoro mana kiramiz. Yo'q, podpisatsiya bo'lmagan ekansizda, to'g'ri. Ha, 100 dollarlik olaysiz-da, to'g'ri? Ha. Bittami? Bittasini tortinglar, sizdan lekin. 100 dollar. Siz qo'lni bersa shu yelka bilan qo'yib oladilar shu. Katta rahmat. Obuna bo'linglar sizlar ham obuna bo'linglar. Ana shu tog'am 100 dollar olishlari mumkin edi. Syomkani ko'rib turuvdilar akam va nastoyashim yo'qmi deb so'radilar. Nastoящий. Hammasi nastoящий. Podpiska tashlaganman. O'z orqamizdan yurib podpisatsiya tashlading-ku, ukajon. Hali san uchun 1 dollar beramiz. Keyingi safar lekin podpisatsiya qilib kelsang 100 dollar yutishing mumkin. Suis Buxoro aytdimi, shaqqa javob beradi, qo'yadi. Podpisatsiya qilganga 100 dollar, qilmaganlarga 1 dollardan. Keyingi safar qayerga borishimizni, lokatsiyasini biza Istoriyalarimizda aytib boramiz.